O'zgidromet ertangi 9-yanvar kuniga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Unga ko'ra Toshkent shahri havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0-2 darajada sovuq, kunduzi 9-11 darajada iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-8 gradus sovuq, kunduzi 3-8 gradus iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3 gradus sovuq, -2 gradus iliq, kunduzi 8-13 gradus iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand, Jizzax viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 2 gradus sovuq, -3 gradus iliq, kunduzi 8-13 gradus iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0-5 gradus sovuq, kunduzi 10-15 gradusgacha iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi -2 gradus sovuq, -3 gradus iliq, kunduzi 5-10 gradus iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0-5 gradus sovuq, kunduzi 2-7 gradus iliq bo'ladi, deyiladi xabarda.